Bir dada balasi uchun zori qanchalik talblashib ketadi. Bu o'g'liga a'zo ko'chirishni muddatdan burun qo'lga keltirish uchun hech qanday o'ch adovati yo'q 4 odamni o'ldirmoqchi bo'ldi. Bu qitim uning nishoni bir pensiyaga chiqqan professor bo'lib, Rahul bir tashlandiq bino qilib, bu oyning oila ahvolini tafsiliy kuzatdi. Bir necha kun kuzatish orqali professorning o'g'li bilan kelinining har kuni atdigan soat 8:45 minut o'tganda ishga bordiganligini, xizmatkorning soat 9:45 minut o'tganda kelib o'yin tozaydiganligini bildi va professorning nafas yo'li kasalligiga giriftor bo'lganligini, chang to'zonga uchrasa dimi siqilish ahvoli ko'rilganligini bayqadi. Ondan tushdan keyin soat 4:45 minut o'tganda bir odamning uningga bolga akilib berganligini ko'rdi. Buni bilgandan keyin Rahul professorning uyiga kelib, tushdan keyin professorning uyida yolg'iz qolganligini jizmlashtirdi. U yana professorning uyida bir yugurish mashinasining borligini ko'rdi. Shuning bilan ertasi o'xshash vaqtda u yana professorning uyiga keldi. Professor ishni itishiga Rahul professorning yerga yiqitdi. Dastlabda u Rahulni bulonchilik qilmoqchi deb o'ylab, aloqsizlik ichida pulni berib jinini qutqizmoqchi bo'ldi. Lekin Rahul bir ig'izmi gap qilmay uni tartib yugurish mashinasiga chiqardi. U ilgari ko'rgan materiallarga asoslanganda qattiq harakat ziq kesib bemorlarga nisbatan intayin xatarli edi. Rahulning suratni uzluksiz tiziltishiga ergishib, professor alsirashga boshladi. Arqadan u yana chang to'zon simirgichdan chang to'zonni chiqarib, professorning ig'iz burnini etib oldi. Professorning nafas elish qiyinlashib, bardashlik berolmay yerga yiqildi. Uzoq o'tmay u yana o'lay deb qolgan jinini so'rab, jinning barcha ishga qo'yamishib, ziq kesilni davolaydigan dorini olmoqchi bo'ldi. Bu vaqtda Rahul aldirab tinab kelib, ichidagi dorilarni tez suratda turkib tugatdi. Professor hoshidan ketganda soat 4:43 minut o'tgan edi. Rahul chiqib ketishiga bolga akilib berdigan odam uyga kirdi. U hoshidan ketgan professor qarab darhol qutqizish mashinasiga telefon qildi. Rahul doktorxonaga berib, professorning o'lgan-o'lmaganligini dizimlashtirmoqchi bo'ldi. Natijada bu qitim qutqizish vaqtida bo'lgachqa professor yana qutqizilgan edi. Lekin u izchil hoshsiz holatda bo'lib, faqat uzluksiz oksigen bilan ta'minlashga tayinib hayot yashayotdi. Rahul bu xabarni anglagandan keyin yana bir qitim o'g'irlikcha professorning yoniga kirib, bevosita oksigen naypsini tartib etishni qaror qildi. Yarim kechida u oldin xabar olg'uvchilarning kiyimini kiyib, professorning karvati yoniga keldi. U qo'l solmoqchi bo'lganda bu sestra tuyuqsiz paydo bo'ldi. Rahul qo'rqindan sovuq targa cho'kib ketdi. Professorning 24 soat kuzatganligini ko'rib, u vaqtincha voz kechib, planni keyingi nishonga qaratdi. Bu ochiq yo'riq Durus erning ismi Xiaoma, bir shirkatning direktori. Rahul bir necha kun kuzatish orqali Xiaomaning har kuni bir stakan issiq choy buyurtib, ondan bir chetda telefon paranglashganligini bayqadi. Bu vaqt uning qo'lsilishiga eng mos keladi. U lampadagi teshtakka qarab darhol amal o'ylab chiqdi va buni tasoddifiy voqeaga o'xshatish uchun u to'xtamay yolg'on odam bilan tajriba ishladi. Ajrimiz uchun yurak kesvatkash inkas rayoniga 6 raqamini yo'llab qo'ying. Surat va ig'irlik uning sinab qilish doirasi bo'lib, hamma tayyorliklar tutgan bo'lib, faqat Xiaoma odatga o'xshash paydo bo'lsa, u cho'qim o'ladi. Lekin o'ylamgan ish yuz berib, bu kuni Xiaoma yayim xo'jayiniga o'zining bir necha kun komandirovkaga chiqadiganligini, vaqtincha choy ichgili kelmaydiganligini aytdi. Planning yana bir qitim mag'lub bo'lganligidan u nayt umidsizlandi. Rahul kundan kunga ojizlashib ketayotgan o'g'liga qarab chidab tura olmay, Xiaomaning ishdan tushish yo'lida kutilmagan voqea tug'dirishni qaror qildi. Lekin Xiaomaning bexatarlik yangi nayt kuchli bo'lib, har qitim motosiklet minganda qalpoq kiyib bu kuni Xiaoma odatga o'xshash uyga qaytmoqchi bo'lganda qalpoqining yo'qolib ketganligini bayqadi. U yugurib berib amallik saqlag'uchidan so'radi. Lekin amallik saqlag'uchi sirtda yomg'irning bir qattiq yig'ayotganligi uchun o'zining diqqat qilmaganligini aytdi. Shunda qilib bexatarlik yangi nayt kuchli bo'lgan Xiaoma amalsiz qattiq yomg'irga qaramay uyga qarab mangdi. Xiaomaning paydo bo'lganligini ko'rib, Rahul darhol mashinani qo'zg'atdi. Xiaoma mashinani ko'rib darhol motosikletning rolini burdi. Natijada yo'l bak qiyilg'oq bo'lgachqa yerga qattiq yiqilib tushdi. Rahul Xiaomaning qalpoqini ilib, uningga bir qadamda yaqinlashdi. To'xtamay o'zini yordamga chaqirayotgan Xiaoma qarab, Rahul darhol gaz-gaz qiyofat kirib oldi. U Xiaomaning telefonini ilib berib, o'zini doktorxonaga telefon qildirdi. Shuning bilan bir vaqtda Rahul uning qalpoqini motosiga joylashtirib qo'ydi. Ondan yo'l bo'yidan yana bir parcha tosh ilib keldi. Rahulning g'alit qiliqlarini ko'rib, asosini yo'qotgan Xiaoma darhol xatarni sezib, jinning barcha tirkishib, uningdan qutulmoqchi bo'ldi. Rahul bir puti bilan motosikletni dastlab Xiaomani og'riqdan midilmas qilib qo'ydi. Orqadan u atrofga qarab o'tib, Xiaomadan kechirim so'rayotgandan keyin toshni mandozo bilan uning qartib tashladi. Atsi Xiaomaning o'limi tasoddifiy voqea deb hukm qilindi. Ko'pchilik buni qalpoq kiyganlikdan kelib chiqqan fojia deb qaradi. Xiaomaning a'zolari e'yon qilingandan keyin Rahulning o'g'lining a'zo ko'chirish tartibi yana bir qitim oldiga surildi. Rahul ro'y azobini yengiltish uchun Xiaomaning dafn marosimida qatnashdi. U hamma ishlarning o'ngishli bo'lganligidan ko'ngli joyiga tushdi. Lekin u yindiki qor ko'zonak taqib olgan bu erning pat arada o'zining qabohatli kishi bo'lib qolganligini o'ylab baxmagan edi. Bu kinoning to'liq uyg'urcha nusxasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, bu kinoning to'liq qismini shaxsiyat salonida qo'shib 68 raqamini yo'llab ko'ring. Salon ismini bilmasangiz, to'shang cheksangiz bosh betda salon ismi bor.